Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, bo'ldimi? Bugun Minecraft'ni o'rganib chiqamiz. Minecraft'ni o'rganib chiqamiz. Hozir. Kreativda o'tganman hozir 5 minut. Suvlarda o'tib bo'ldi. Endi taxta olsak, taxtdan borgan bo'ldi. Yashiram hamma narsa. Bo'ldi, tayyor hamma narsa. Endi taxtani chopamiz. O'shtayim qattimi? O'shta olamiz. Taxta olamiz. Endi birinchi bo'lib nima yasaymiz? Birinchi bo'lib hamma narsa suvamiz boqmaydi. Taxta yasaymiz. Bo'ldi. Oldimmi? Bo'ldi. Cho'chqorlamizmi? Yo'q, o'rganamiz. Bo'ldi. Bitta o'rganishda like bosib qo'ying, obuna bo'linglar, iltimos do'stlar. Obunachim kam, 3 ta donagina. Obuna bo'lib qo'ying, iltimos. Obuna bo'lsanglar yaxshi bo'lardi. Biza qo'ylar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qo'y o'ta, qo'y. Mana qo'yam o'ylar bordi. Nanta ham bitta qo'y bor ekan. O'shani ham o'ylaymiz. Adasimi yo'q? Bolasi ekan. Bolasidan ishga tushmaydi. Ulardan bizdan foyda yo'q bolasi. Endi nima qilamiz? Aylanib yuramiz. Uyam quramiz, Minecraft'ni o'rganib chiqamiz. Bunday qishloq topsa yaxshi bo'lardi. Mana shu videoda qishloq topa olmasak, ikkinchi qismida topamiz. Qishloq. O'rmonda qolib ketaversam. Sekin o'rmonda qolib ketamiz. Mana daraxtlarni ichamiz. Tez ekib ketamiz.